Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana 26-avgust kuni yana bitta viza oldik. Ozodbek, sizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum, rahmat. Qanday bo'ldi jarayonlar? Vizani ko'rsatib qo'ying. Viza jarayonlar yaxshi bo'ldi. Tez kechdi. 14 kunmi, 2 haftaga bormasdan vizamni qo'lga kiritdim. Qachon o'zingiz biz bilan shartnoma tuzdik? Sizlar bilan bir yarim oycha bo'lib qoldi. Kechroq bo'lsa ham. Kechroq bo'lsa ham, lekin vizamni ertaroq qo'lga kiritdim. Riga Nord universitetiga. Xudo olsa endi sentyabrda ketish mo'ljallab turibmiz. Sentyabrda ketish mo'ljallanmoqchi. Nima uchun aynan bizani tanladingiz? Sizlarda chunki Instagramda, Telegramda ko'rdim, natijalar zo'r, ko'pchilik viza olyapti. O'shani hisobiga sizlarni tanladim. Keyin mana o'zim bitta tanishman ketganim uchun sizlar bilan. O'sha tanishlaringiz ham biz orqali qilgan. Bor. 5-6 dan ko'p tanishlarim bor. Nima ayta olasiz bizning xizmatlarimiz haqida? Yaxshi bo'ldimi? Xizmatlar yaxshi, zo'r, kamchilik bo'lmadi. O'sha kerakli savol bo'lsa telefon qilsam reysga aloqaga chiqib, o'rgatishdi. Bilmagan narsalarimni dokumentlar qilishda yaqinda yordam berishdi. Talabalarga nima maslahat berasiz? Talabalarga shu o'qishlarga omad, chet elda o'qish xohlasanglar, o'sha Worldwide jamoasiga aloqaga chiqsanglar, o'zlari cho'tka qilib berishadi. Sizni yana bir marta tabriklaymiz. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Agar sizlar ham Latviyada o'qimoqchi bo'lsangiz yoki Yevropaning boshqa davlatlarida talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozirroq bizga murojaat qilsanglar, viza olishingizga hammasida yaqindan ko'maklashamiz.